Hammaga assalomu alaykum. Mana shu SMM Pro kursimizga kirib qo'shilgan va darslarni boshlagan hurmatli o'quvchilarimiz. Bugun birinchi darsimiz, ya'ni 0-modul desangiz ham bo'ladi. Aynan nima haqida bo'ladi? Aynan SMM Pro, ya'ni yoxud raqamli transformatsiya kursimiz nima uchun o'qishingiz kerak? Nima olasiz o'zi? Qanaqa qiymat olasiz? Qanday foydalanasiz? Ushbu kursda nimalardan iborat? Qanaqa modullardan iborat? Bitirib chiqqandan so'ng qanday ish topaman, nima ishlardan boshlashim kerak bo'ladi, qanaqa qilib marketing strategiyani tuzishni o'rganaman, sun'iy intellekt bilan qanaqa ishlashim mumkin degan ko'plab savollarga hamda dars jarayonida bo'lib o'tadigan ketma-ketliklar va qiladigan ishlaringiz bo'yicha batafsil ushbu video davomida bilib olishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, gapiradigan gaplarimiz juda ham ko'p, shuning uchun qisqaroq qilish uchun mavzularni ketma-ket yozib oldim. Birinchi o'rinda yopiq Telegram guruhimizdan qanday foydalanasiz? Qisqacha tushuntirib o'taman. Ushbu Telegram guruhimizda kirib ko'rgan bo'lsangiz kerak, albatta har bitta bo'lim bo'yicha mavzulashtirilgan holatda guruhlar tashkillashtirilgan va birinchi modul, ikkinchi modul va e'tibor bering, 0-modulda sizga kerakli bo'lgan ma'lumotlar, ya'ni kursdan qanday foydalanaman degan bo'lim ochilgan. Bu yerda siz SMM o'zi nima, misol uchun qanaqa modullari bor, qanaqa foydalanaman, qanaqa to'g'ri foydalanaman, o'shalar bo'yicha ko'plab ma'lumotlar berib o'tilgan. Ikkinchi, uchinchi bo'limlar ham berib o'tilgan. Endi siz misol uchun faqat targetingni o'zini tezroq o'rganishim kerak deydigan bo'lsangiz, albatta bu uchun 4-moduldan tushsangiz bo'ladi. Agar yo'q, men professional holatda ana shu digital marketolog bo'lmoqchiman, zamon talabidagi yaxshi mutaxassis bo'lmoqchiman, talabgor sohani egasi bo'lmoqchiman deydigan bo'lsangiz, albatta 0dan boshlaganingiz tavsiya etiladi. Qanchadir ma'noda bilimim bor, videoga olishni bilaman, Instagram target yoqishni o'rganganman, yo'q, unaqa narsani ishoning 50 ga kirgan bujonlarga ham o'rgatib qo'ysangiz qila oladi-da. Lekin umumiy holatda marketing strategiyalarini tuzish, aniq sun'iy intellekt bo'yicha misol ishlash, CRM tizimlari, sotuv bo'limini qurish va shu bo'yicha skriptlar yozish bo'yicha bu narsalarni ko'pchilik bilmaydi. Shuning uchun mana shu narsalarni ham etap-etap, qadamma-qadam olishingiz kerak bo'ladi. To'g'ri, ichida ma'lumotlar juda ham ko'p deyishingiz mumkin, lekin bu tizimlashtirilgan holatda, sizga moslashtirilgan holatda tuzib chiqilgan va borib shu holatda qotib qolmaydi va doimiy buni ustida ishlaymiz. O'quv bo'limimiz bilan yangi bilimlar, yangi misol uchun informatsiyalar, yangi trendlar kelib chiqadigan bo'lsa, ushbu ma'lumotlarni ham ushbu platformamizga joylab, yangilab boramiz va siz yana qaytadan kimnidir kursida o'qishingiz, qanaqadir bir yana o'qishingiz shart emas, pul sarflashingiz shart emas. Ushbu darsliklarni qayta ko'rib, uyda bo'ladimi, o'qishdami, misol metrodami, avtobusdami, ish boshqa bemalolroq joyingizdami, xohlagan joyingizda albatta ko'rib, o'rganib, amaliyot qilib ketishingiz mumkin bo'ladi. Joy, vaqt tanlanmaydi. Nima uchun? Qanaqa qulay tarafi bor desangiz, eng asosiy plus tarafi sizga katta budjet talab qilmaydi va kamroq summa bilan ham o'rganish imkoniyati berilyapti sizga. Masalan, bunaqa kurslarda o'zi narxi $500, $1000 atrofida bo'ladi. Kamroq summa bilan kurs boshlayapsiz. Ikkinchisi, borish kelish xarajatlari. Mayli u ham arzon bo'lsa ham, lekin o'rtacha 1 soat, bu yoqqa 1 soat qaytishingizga katta vaqt ketmaydi. Va mana shu vaqt tomonlama yutasiz. Ko'pchilik misol uchun aynan abitgacha yoki abitdan keyin vaqti bo'lmaydi va mana shu holatda ham misol bu kursimizda, onlayn kursimizda xohlagan joyingizda, uyingizda bo'ladimi, misol uchun boshqa joyda bo'ladimi, albatta nazoratli holatda o'rganib, mas'uliyat bilan o'rganishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, keyingi bo'limlarimiz kompyuter savodxonligi bo'limi ham qo'shilgan. E'tibor bering, kompyuter savodxonligi bo'limida siz umuman kompyuter ishlatmaydigan, ishlata olmaydigan 0 holatda bo'lsangiz ham ushbu darslik bo'limimizda kirib ko'rib, kompyuterni yoqishni, o'chirishni, funksiyalarini, klaviaturalarni va tez yozish bo'yicha darslarda kerakli ma'lumotlarni ushbu bo'limda olishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, va buni ichida albatta mobilografiya darslari ham bonus sifatida berilgan. O'zingizni qo'lingizdagi telefondan foydalangan holatda montaj, syomka qilish, CapCut va VN instrumentlari va sun'iy intellekt orqali video ishlashingiz. Hozirgi paytda sun'iy intellekt bilamizki, juda ham tez ommalashyapti, rivojlanib boryapti va ko'plab insonlarning kasbini hozir cham egallashda boshlagan egallar kelmoqda. Shunday ekan, ertamin xolismi yo'qmi, masalan, buxgalterlarda, misol hisobchilarda, resepsiyonlarda ko'p insonlarda va ishini olib qo'yishi mumkin. Xususan,
bilmadim, taksistlarni ham ishni olish ehtimoli juda ham yuqori, chunki Yevropada taksistlarda ko'pchiligi yo'q va o'zi yuradigan avtomashinlar chiqishda boshlagan. Ya'ni siz unga o'zi boradigan manzilingizni aytasiz, summasini to'laysiz va o'sha manzilingizga olib borib qo'yadi, tushiradi, boshqa yana zakazlarni qilishda davom etadi. Shunday ekan, ko'plab kasblar sun'iy intellekt egallab qo'ymoqda. Endi nima qilamiz deydigan bo'lsangiz, endi bitta sabab sun'iy intellekt siz ishingizni olib qo'ymaydi. Bitta narsani biling, sun'iy intellekt o'sha sun'iy intellektni biladigan, yaxshi o'rgangan va o'zini sohasida tezroq o'rganib, tezroq moslashtira olgan insonlargina sizga hozirgi paytda tezroq ishingizni olib beradi. Shuning uchun birinchi o'rinda o'sha sun'iy intellektlarni ishlatish va biznesingizga integratsiya qilishda o'rganishingiz kerak bo'ladi. Undan keyin yana bonus darslarimizdan biri CRM tizimlari va sotuv bo'limi bilan ishlash va call center operatorligi kasbi. Bu hozirgi paytda juda ham talabgir soha bo'yicha tezroq daromadga chiqishi mumkin bo'lgan kasblardan bittasi. Agar sizning muomalangiz yaxshi bo'lsa, gapga chechan inson bo'lsangiz, bo'lib ham agar qiz bola bo'ladigan bo'lsangiz, onlayn yoki offlayn holatda kompaniyalarda misol uchun o'zingizni xizmatingizni sotishingiz, taklif qilishingiz, men call center operatoriman, mana buni kompaniyalarda ishlaganman, tajriba oshirganman, CRM tizimlarini bilaman, sotuv skriptlari bilan ishlay olaman, sizning mahsulotingizni to'g'ri holatda mijozlaringizga yetkazib bera olaman. Qimmat ekan o'ylab ko'rib, maslahatlashib ko'rsam maylimi degan e'tirozlar bo'yicha yaxshi ishlay olaman, sizga kunlik va oylik hisobotlarni bera olaman deb aytadigan bo'lsangiz, hozirgi paytda ishoning, albatta bozorga kerakli kadrsiz va tezroq ish topgachingizga ishoning. Agar ketma-ketlik bo'yicha aytganini qiladigan bo'lsa, 100% siz ish topa olasiz. Xo'p, va oxirgi darslarimiz ichida bor, savol-javob bo'limlarimiz ham bor. Qanaqadir savol tug'ilib qoladigan bo'lsa, shunchaki video darsliklar bilan kifoyalanib qolmaysiz. Guruhlarimizda va ustozlardan savollar berishingiz mumkin. Soha bo'yicha albatta har qanday savollaringizga guruhda yoki lichkada ham savollaringizga javob berib bo'ladi. Asosan guruhga olsangiz, chunki sizdan oldingi o'quvchilarimiz ham bor. Shaxsan o'zimda vaqtim bo'lmay yoki qarolmay qoladigan bo'lsam, syomka ishlar bilan bo'lib, ular ham yoki shogirdlarimiz ham albatta siz savollaringizga javob berib boradi. Maqsad shu soha bo'yicha harakat qilib o'rganyapsizmi, o'rganish xohladingizmi? Maksimal darajada ushbu bo'limda yoki ushbu bilimlarda kasbni ham vaqt sarflab o'rganishda boshlashingiz kerak bo'ladi. Keyingi bo'limimiz esa ish topish va ishga joylashish darslari. Ishga joylashish darsiga kelguncha o'zi siz maksimal darajada aytganimizni qilib, o'sha bilimlarni amaliyotda qo'llar ekansiz, o'zi ish topishni boshlaysiz. Va bu bo'yicha ham tavsiyalarimiz, ish topishni qayerdan topsam bo'ladi, nima qilish kerak, qanaqa переговор qilish kerak, qanaqa etaplari bor o'zi, qanday yo'llarni topsa bo'ladi, shular bo'yicha ham maxsus PDF qo'llanma darsliklarni ham guruhga tashlab boramiz. Va yana bitta bo'lim ochganmiz. Bu bo'lim nima uchun desa, PDF darslik va qo'llanmalar. Mana shu yerga ham qo'shimcha PDFlar, o'qiydigan kitoblaringiz, faqat SMM marketing bo'yicha emas, shaxsiy rivojlanish bo'yicha ham bilimlar berib olamiz. Ya'ni moliyaviy savodxonlik, vaqt to'g'ri taqsimlash, ya'ni time management bo'yicha ham insonda shaxs tomonlama ham yuksalib, rivojlanib borishini tarafdorimiz shaxsan. Chunki insonning shaxsiyati o'smas ekan, uning daromadi ham o'smaydi. Insonning miyasi ko'proq narsani qabul qilar ekan, ko'proq narsalar maqsad qila olar ekan, o'zini o'zi boshqara olar ekan, u insonda o'sish, rivojlanish doimiy tarzda bo'ladi. Xo'p, shunaqa gap do'stlar. Demak, qisqacha mana shu guruhda ko'rib tanishib chiqib borasiz va bio qismida zamon community degan guruh ochganmiz va bu yerda siz umumiy kursda bitirib chiqqan va o'qiyotgan o'quvchilar bilan tanishishingiz va o'zingiz savollaringiz bo'lsa, mavzu bo'yicha albatta berishingiz mumkin. Xo'p, shunaqa gaplar. Endi navbatdagi narsamiz sizga qanaqa imkoniyatlar beradi? Sizga asosiy imkoniyatlardan bittasi, siz qisqa muddatda soha mutaxassisi bo'lasiz. Misol uchun kimdir aytishi mumkin, qanaqa qilib qisqa muddatda o'rgansa bo'ladi, dasturlashda o'rgansam qanaqa bo'ladi, dizayn o'rgansa qanaqa bo'ladi. Ularga nisbatan maksimal darajada kamida 2x tezroq daromadga chiqasiz va tezroq loyiha topishingiz imkoniyati yuqori bo'ladi. Bemalol xohlasangiz so'rab ko'rishingiz mumkin, xohlasangiz ChatGPTdan ham so'rab ko'rishingiz mumkin. Men dasturlashda o'rgansam necha daromadga chiqaman, SMM marketing sohasida o'rgansam necha daromadga chiqaman va qaysi birida ish topish osonroq deydigan bo'lsangiz ham o'zi maslahatlarni beradi. Shunday ekan, aytmoqchi bo'lganimki, 4 yil o'qishingiz yoki qanchadir kontrakt to'lab
o'qish shart emas. Agar bo'limi talaba bo'lsangiz yoki kuryer bo'lsangiz yoki usta bo'lasizmi, sartarosh bo'lasizmi, chevar bo'lasizmi, uy bekasi bo'lasizmi, o'zingizni hozir qilayotgan ishingizni to'xtatmagan holatda kuniga atigi 1 soat, 2 soat vaqtingizni ajratgan holatda bitta kasb egasi va o'sha bo'lib ham o'sha kasbingizni yana ham ko'proq daromadli kasbga aylantirishingiz. Agar umuman kasbingiz hech qanaqa daromad manbaingiz nol holatda bo'ladigan bo'lsa, ushbu kasb orqali siz yana daromad manbaingizni yo'lga qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Va ushbu kurs orqali va faqat SMM'da, balki mobilografiya, targeting, ya'ni Instagram va Facebook mutaxassisi va reklama mutaxassisi bo'lasiz. Biznes va tadbirkorlarga xizmat yoki mahsulotini olishi mumkin bo'lgan insonlarni olib kelib berib, yo'naltirib berganingiz uchun ham oylik daromadga ham ega bo'lishingiz mumkin. Albatta tajribangizga qarab 1, 2, 3 balki 10 talab olishingiz mumkin. Tajribangiz kattalashgan sari sizda oladigan daromadingiz ham oshib boradi. Bu degani misol uchun boshlanishiga 200 dollar ishlayapman, bu bir umr shunaqa bitta loyiha. Yo'q, tajribangiz qancha katta bo'lsa, bozorda o'zingiz narxingizni o'zingiz belgilaysiz va sizni bilim darajangiz, tajribangiz, qilgan xatolaringiz belgilab beradi. Shuning uchun harakat qilsangiz albatta bu sohada ham bemalol daromad olishingiz mumkin. Chunki olib kelishyapti. Sizdan kattalar ham ishlashyapti, sizdan kichiklar ham ishlab daromad qilishni boshlayapti. Chunki zamon talabidagi kasb, chunki insonlar qayerda o'tiribdi? Qayerda ko'proq fokusi qayerda? Instagramda, Telegramda, Facebookda. Oldinlari misol uchun soatlab, 6 soatlab, 7 soatlab televizorda o'tirishardi insonlar. Lekin hozir e'tibor bering, 6 soat, 7 soatlab televizor ko'radigan insonlar bormi? Asalan bizda yo'q, balkim sizlarda bordir. Lekin 6-7 soatlab telefon ushlab, telefonda vaqtini o'tkazadigan, Instagram, Facebookda yuradigan insonlarimiz talaygina topiladi. Shunday ekan, e'tibor, diqqat markazida qayerda bor ekan, diqqat bor ekan, o'sha joyda misol uchun pul bor. Va u yerda siz bemalol o'zingiz mahsulotingizni, xizmatingizni yoki boshqa insonlarning mahsulot xizmatlarini ham reklama qilish orqali daromad topishingiz mumkin bo'ladi. Bu SMM Pro yoki raqamli transformatsiya kursi orqali nimalarga ega bo'lasiz? Yana bir bor aytib o'taman. O'z xizmatingizni yoki biznesingizni rivojlantirishingiz, navbatdagi levelga olib chiqishingiz mumkin bo'ladi. Yangi mijozlar oqimini hosil qilishingiz va brend darajasiga chiqish imkoniyatiga ega bo'lishingiz mumkin. Va ko'plab yo'qotishlar va xatoliklarni aynan ushbu kursda oldini olishingiz mumkin bo'ladi. Yokida boshqa bir insonni biznesini rivojlantirish orqali daromadga chiqsangiz bo'ladi. Xo'p, keyingisi vazifalar va guruhlar. Albatta har bitta o'quvchilarimizni bo'lim qilib potoklarga bo'lib qo'ygan guruhlarda, aynan o'sha guruhlarda vazifalar topshiriladi. Aytib o'tamizki, har bitta mavzuni, har bitta bo'lim darsini ko'rdingizmi, albatta opisaniyasiga yoki videoning oxirida vazifalar belgilab o'tilgan bo'ladi. O'sha vazifalarda siz daftaringizga, bloknotingizga yozgan bo'lishingiz va telefoningizga rasmga olib, PDF qilib, guruhga tashlaysiz ism familiyangiz va qaysi nechanchi darsda topshirdingiz. O'sha vazifalarni topshirar ekansiz, shaxsan o'zim yoki support o'qituvchilar tekshirib berishadi va to'liq va namunali topshirgan bo'lsangiz, sizga baho qo'yiladi va belgilanib navbatdagi darslar qilishingiz mumkin bo'ladi. Albatta o'sha darslarni etap-etap qilib borishingiz kerak bo'ladi. Shunchaki ko'rib qo'ymang bu narsani. Qachonki siz yozar ekansiz, ozgina qiynalar ekansiz, o'sha miyada yaxshiroq qoladi. Yuzaki qaramang bu narsaga. Maksimal darajada harakat qilingiz ham o'qib o'rganyapsiz. Xuddiki ushbu kursga shunchaki misol uchun 780 ming so'm, 1 million, 2 million emas, misol uchun 1000 dollar to'lagan inson sifatida bemalol diqqat bilan qarang. 1000 dollar inson, 1000 dollar pul to'lagan inson qanaqa e'tibor bilan qaraydi bilasizmi? Maksimal darajada e'tibor berib, daftariga yozadi kerak bo'lsa, ekran zapis qilib kerak bo'lsa yozib oladi. Aytilgan vazifalarni vaqtida qiladi. Nimaga? Chunki uni qadriga yetadigan darajada pul to'ladi. Shunday ekan, sizlarda shunaqa narsa bo'lmasin. Men bitta narsani bildim. Bepulga ham qilib ko'rdik misol uchun. Bepul holatda ham o'qitib ko'rdik, lekin bepul narsani shaxsan qadri bo'lmasligini shaxsan o'zim tushunib yetdim. Hech qachon bepul narsani qadri bo'lmas ekan. Nimaga? Shaxsan o'zim maktab paytimizda bir yangi ingliz tili o'qituvchisi kelgandi. Surishtirsam, u inson qarindoshimiz bo'lib chiqdi, aylanib kelib. Va u inson ingliz tilini kurs boshladi va menga bepulga ingliz tilini o'rgatishni taklif qildi. Chunki qarindoshim, meni pul olgisi kelmadi menimcha. Xo'p deb kirdim, 1 oy kirdim. 1 oydan keyin bepul-ku. Vazifa qila olmaslik, erinchoqlik, vazifa qilmagandan keyin borish niyati ham sekin-sekin so'nib, mas'uliyatsizlik qildik qisqasi. Agar o'sha inson bepulga o'rgataman deganda, misol uchun borib haqiqatan agar pul to'laganimda men misol o'sha insonga oxirigacha borgan bo'lardim. Chunki mendan nima ketyapti? Mendan pul ketyapti. Pul bu misol berganda bu qisqacha o'zingiz uchun olgan mas'uliyatingiz.
Vaholanki balkim o'sha maktab paytida o'zi yo'q qaysidir darajada levelda misol uchun til sertifikatini olgan bo'lishi mumkin edi. Vaholanki siz e'tibor bering, sizga bepul berilgan narsa qadriga yetganmisiz? Oddiy misol tishimiz misol uchun. Hozir stomatologlar bilan ishlayapmiz. Bitta tishni biz qadriga yetmaymiz-da. Qachon qadriga yetamiz? Qachonki tishni qadrini tishing tushsa bilasan dedi-ku. O'sha tishingiz to'kilib tushgandan keyin bilasiz, oddiy sun'iy tishni qo'ydirish qancha azobligini, qancha pulligini, misol bitta implant o'rtacha $250 dan $700 atrofida turar ekan. Bu degani 32 ta tishi bo'ladigan bo'lsa, $7,500 dan o'sha $1,300 ga $10,000 ga yaqin tish qo'ydirishingiz mumkin ekan. Biz hozir demak jag'imizda $7,000 dan o'sha $15,000 ga yaqin tish bor ekan. Qarang biz qadriga qanchalik yetyapmiz. Shunday ekan, bepul narsani hech qayerda qadr bo'lmagani kabi siz pul to'lab o'qiyapsizmi, qadriga yeting. Xuddiki $1000 to'lagan inson kabi. Tushunarli? Har bitta bo'limlar bo'yicha imtihonlar bo'lib o'tadi va ustozlarga aloqada bo'lib turasizlar. Sizlar ham ustoz mana shu bo'limdagi savollarni o'qib chiqdim, vazifalarni ko'rdim, video darsliklarim sonini tanishib chiqdim va har bitta dars bo'yicha PDFlar topshirdim, menda imtihon oling. Va sizda imtihon olingandan keyin har bitta bo'limlar bo'yicha imtihonni o'tasiz va kursni bitirganlik sertifikatini hozir ko'rsatib o'tamiz. SMM va mobilografiya va targeting bo'yicha sertifikatlaringizni sizga onlayn holatda PDF shaklida yuboramiz. Rasman aynan Zamon Akademiy zamonaviy kasblar markazida o'qib chiqqanligingizni tasdiqlovchi, nimalarni bilishingiz mumkinligini ko'rsatib beruvchi sertifikatni yuboramiz. Ya'ni faqat sharti o'sha imtihonlardan to'liq o'tgan, vazifalarni bajargan bo'lishingiz shart bo'ladi. Bo'ldi shu. Xo'p, keyingi yana talablarimiz shunday iboratki, atigi o'zi 3 tagina talabimiz bor. Birinchi talabimiz bemaqsad boshlamaslik. Hech qachon bitta ishni bemaqsad boshlamang. Nimaga bunaqa deyapman? Bemaqsad inson xuddiki sahroda kompas yo'q insonga o'xshaydi yoki benzin yo'q bir Ferrariga o'xshaydi. Benzin yo'q, Ferrarining yoqilg'isi yo'q, Ferrari kimga nima keragi bu? Qanaqa manfaat tegadi? Hech kimga manfaat tegmaydi. Shunday ekan, maqsad bilan boshlang. Aynan targeting, SMM, mobilografiya kurslarini, sun'iy intellekt bilan ishlash va u orqali daromad qilish kasbini nima uchun o'rganmoqchisiz, nima maqsadda o'rganmoqchisiz? Aynan daftaringiz tutishingiz kerak bo'ladi. Kamida misol uchun 100-150 varaqli bloknot tutasiz va o'sha bloknot siz maqsadlaringizni albatta birinchi varog'ida qisqa va uzoq muddatli maqsadlar yozishingiz kerak bo'ladi. Keyingi darsimizda maqsad va orzu haqida gapirib o'tamiz. Va hozir yozishingiz kerak bo'ladi. SMM va zamonaviy kasblarni o'rganish, targetingni o'rganish. Nima uchun o'rganishim kerak qisqasi? 5 tadan 15 tagacha sababini yozishingiz kerak bo'ladi. Nima uchun o'rganmoqchisiz? Sizga nima foydasi bor? Nima uchun maqsad nima o'zi? Aynan shu narsani aniqlab olishingiz kerak. Ya'ni siz A tochkada turibsiz va siz B tochkaga borishingiz uchun nima natijaga erishishingiz kerak? Nimalarni o'rganmoqchisiz? Maqsad nima o'zi? Hozirgi daromadingiz qancha va qancha daromadga chiqmoqchisiz? Mana shu narsalarni aniq qilib olishingiz kerak bo'ladi va bu albatta shart va majbursiz. Chunki hech qancha bemaqsad keldingiz, bemaqsad ketasiz misol uchun. Quruq qo'l bilan keldi, quruq bilan ketasiz. Shuning uchun maqsadni aniqlab olishimiz kerak bo'ladi. Ikkinchi talabimiz shunday iboratki, mas'uliyatli bo'lish. Mas'uliyat hozirgi paytda juda ham bir noyob xususiyatlardan, noyob ko'nikmalardan bittasi bo'lib qoldi. Juda ko'p insonlar bilan ishlab ko'rish jarayonida bildingmi, mas'uliyat insonlar oshib boryapti. Shunday ekan, mas'uliyatli inson bo'lishingiz ko'plab mas'uliyatsizlarni boshqarishingiz mumkin bo'ladi. Agar siz mas'uliyatsizligingiz qaysidir insonni qo'lida ishlashingizga, bir umr qolib ketishingizga sabab bo'ladi. Agar siz o'zingizni hayotingizni rejaga qilib, maqsad qo'yib, plan bo'yicha o'zingiz boshqarmas ekansiz, iloji yo'q sizni boshqa insonlar boshqarishiga majbur bo'lib qolasiz. Shunday ekan, mas'uliyatli bo'ling, chunki insonni yoshi borgan sari o'tar ekan, uni rasxodlari, muammolari borgan sari kattalashib boradi. Oddiy misol, oldinlari bitta otani topgan puli, topgan oyligi kerak bo'lsa 7 ta farzandini boqqanda, kerak bo'lsa ayolini uy ro'zg'or tashvishlari, uy qurishi, boshqa xarajatlarigacha, to'yigacha yetgan. Lekin hozirgi paytda bitta insonni topgan puli o'zini u oydan bo'yigacha yetmayapti, ro'zg'orda ortmayapti, rasxodlardan ortmayapti, kreditlardan ortmayapti. Nimaga? Chunki sizni topayotgan oyligingiz 1x o'sayotgan bo'lsa, siz rasxodlaringiz, oila tashvishlari, farzandlaringizning misol to'lovlari, kreditlar, uyni narxlari, oldinlari bitta qo'yni sotib uy olib keldim o'g'lim degan bo'lsa, hozir bitta qo'yni sotib bitta darvoza ham olamiz kerak bo'lsa, o'sha uyingizni eshigini ololmaysiz. Lekin oldingizda bitta qo'yga uy olishgan. Chunki daromad yaxshi bo'lganda,
inflyatsiya yaxshi bo'lgan. Hozirgi paytda siz oyligingiz, sizni rasxodlaringiz, sizni orzu-havaslaringiz, sizni maqsadlaringizga yetkazib bera olmaydi. Bitta keladigan kanalingiz bor. Faqat bitta teshikdan, bitta turbadan sizga daromad manbai kelib turadi. Vaholanki Xudo bizga umrimizni oxirigacha sog'lom yashaysan, yaxshi yashaysan, kasal bo'lmaysan demagan. Endi issiq joyimiz, ertami-indin kasal bo'lib qoldingiz, bir oy yotib qoladigan bo'lsangiz, sizga qayerdan pul keladi? Qanaqa daromad manbaingiz borki, doimiy tarzda sizni boqadigan? Xo'p, siz biznesmensiz. Biznesmen bo'lsangiz, misol bir oy ishga bormaydigan bo'lsangiz, ish jarayoningiz qanaqa o'zgarish bo'ladi? Doimiy o'sadimi yoki doimiy cho'kadimi? Xuddi shu narsalarga ham bitta savolingiz. Savol menga emas, o'zingizga shu savolni berib ko'rishingizni so'ragan bo'lar edim. Ya'ni menda misol uchun mana bunaqa ishda ishlayapman-ku, ishim borki hozirgi paytda, davlatda ishlayapman. Kerak bo'lsa davlatning ishi ham sizga kafolat bera olmaydi, burunni sizga ish bilan ta'minlashga. Shunaqa bo'limlar bor, kerak bo'lsa davlatni o'zi yopib tashlayapti. Shunaqa misol uchun tashkilotlari bor, keragi bo'lmaganligi uchun xodimlarni tarqatib yuboryapti. Hattoki kooperator kerak bizga, sotuv menejeri kerak deb e'lon berganimizda, davlatda ishlagan oliy ma'lumotli insonlar ham hattoki bizni ham ishga olasizlarmi? Muomalam yaxshi. Yoshi 35-40 ga kirib qolgan, lekin hozir ishsiz qolgan oliy ma'lumotli insonlar ham bor. Shuncha aytmoqchimanki, ertaga siz ishsiz qolib ketmasligingizga hech kim kafolat bermaydi. Shunday ekan, sizga oilangizga keladigan daromad manbalari, quvurlarni ham ko'paytirishga harakat qilish kerak ekan. Hop, uchinchisi, eng yaxshi investitsiya bu bilimga va farzandga qilingan investitsiyadir. Nima uchun bunaqa deyapman? Farzandga qilingan investitsiya yillar davomida to'planib sizga ortig'i bilan 10 baravar, kerak bo'lsa 100 baravar darajada olib kelishi mumkin. Albatta, u farzandingizga qilingan investitsiya halolidan, yaxshi holatda, qiyinchilik bilan topgan investitsiya bo'lsa, albatta ortig'i bilan qaytib keladi. Ikkinchi investitsiya, eng yaxshi tarafi o'zingizga qilingan investitsiya, ya'ni bilimingizga qilgan investitsiya. Bizda ko'pchiligimizda bilimga emas, qoringa investitsiya qiladi. Chunki ko'p insonlar qorni katta bo'lib ketyapti. Men iltimos qilgan bo'lardim, hech bo'lmasa o'zi uchun bir oyda yoki bir 3-4 oyda bitta bo'lsa ham bitta kitobni o'zingizga investitsiya qiling. 70 ming so'm turadi. Chunki qanchalik siz bilimga investitsiya kiritar ekansiz, bu bilim sizga ortig'i bilan pul topish yo'llarini, muammolarning yechimlari bilan beradi. Ko'plab insonlarga misol uchun muomala qilish, networking qilish, o'zini xizmatini sotish ko'nikmalarini beradi. Albatta, misol sotuv bo'yicha, marketing bo'yicha yangiliklarda o'qing, misol uchun badiiy kitoblarda o'qish orqali nutqingiz, meni ham nutqim juda ham rivojlangan, zo'r deb bilmayman, chunki sekin-sekin o'sib rivojlantiryapmiz doimiy tarzda. Nima uchun? Misol uchun ko'p mutaxassislar, zo'r mutaxassislar bor, lekin xizmatini ko'p sota olmaydi, qimmat sota olmaydi. Chunki sotuv bo'yicha ko'nikma, sotuv bo'yicha bilimlarga ega bo'lmagan. Xuddi shuning uchun doimiy tarzda shaxsiy rivojlanish, misol uchun zamon talabidagi kasblarda misol uchun mutaxassis bo'lish kerak. Aytmoqchi bo'lganim, zamon qaysi kasb talab qilyapti, qaysi sohada o'sish bor, o'sha sohaga harakat qilish kerak, egallash kerak. Lekin aytib o'taman, hech qaysi misol uchun narsaga ertaga hech kim kafolati yo'q. Lekin hozirgi paytda talab bor joyda albatta taklif ham bo'ladi. Shuning uchun talabga sohani o'rganing, daromad qiling, inshaalloh u yog'i hammasi yaxshi bo'ladi. Xo'p, shunaqa gaplar, hurmatli o'quvchilar, darsda boshlaganingizdan xursandman. Guruhimizga va Zamon akademiya jamoasiga xush kelibsiz. Inshaalloh birgalikda mana shu kursda birgalikda bo'lamiz. Qanaqa savollar bo'lsa, albatta guruhda bering va qat'iyat bilan, maqsad bilan to'g'ri qiynalasiz. Chunki bilim olish, qaytarib o'taman, igna bilan nima deydi gap? Quduq qazishdek gap. Shuning uchun sekin o'sayotgandek, yaxshi o'smayotganga o'xshaysiz ba'zi boshida misol uchun, lekin tomma-tomma ko'l bo'lur. Hech tommasa cho'l bo'lur degandek gap. Xitoy bambugi haqida eshitgan bo'lsangiz kerak. Xitoy bambugi qanaqa bo'ladi desangiz, Xitoy bambugi 5 yilgacha 1 metr holatda o'sar ekan. Boshqa o'smas ekan. Nimaga o'smagan desangiz, u 5 yil davomida faqat poydevoriga, ya'ni tomiriga ishlov berar ekan va 5 yildan keyin sutkasiga metrlab bo'y cho'zar ekan. Xuddi shunaqa sizdan misol uchun endi o'rganayotgan yoki sohani bitirgan bo'lsangiz, dabdurustdan natija bo'lmayapti degan narsa bo'lmasin. Sohani o'rganing, intiling va o'z ustida ishlang. Albatta, harakat qilgan insonga inshaalloh Alloh taolo ham natijasi bergan. Shu kungacha nima harakat qilgansizki, natijasi qoldirmagan. Harakat borki, albatta natija Allohdan. Siz harakat qilmasdan turib faqat so'raydigan bo'lsangiz, bu xuddi nimaga o'xshaydi bilasizmi? Xuddi bu darvozasiga ot taqasini ilib olib omad keltiradi, boyib ketaman deganga o'xshaydi. Bu bo'lmagan narsa bu narsa. Harakat qilmasangiz, oddiy lotereyadan pul chiqib boyib ketishi mumkin. U lotereyani olish uchun harakat qilish kerak. Qayerdandir pul topish kerak, pul bilan sotib olish kerak. Shuning uchun
og'zimga olma pish, og'zimga tush degan narsa bu bo'lmagan narsa. Omadga tayyor bo'lganlargagina keladi. Shunday ekan, harakat qiling, natija Allohdan. Salomat bo'ling, darslarda ko'rishguncha.